Okay. Mani ismim Saodat va man Toshkent shahrida tug'ilib o'sganman va 3-sinfdan 9-sinfgacha Qozog'istonda o'qib kelganman. Undan keyin Millat umidi, ya'ni private schoolda o'qidim. Hozirgi paytda menda ikkita proyektim bor, which is EcoWise and charity project Tasanno. 2025-yilda, ya'ni fevral oylarida уже Stanford programmasiga topshirishni boshlaganman. Va may oyida уже rezultatlar chiqib, Stanford programmasiga tushdim. Yaqinda dekabr oyida HKC, ya'ni Gangwon Science and Technology universitetiga kirdim. Va shu bilan bugungi shu podkastimizda qanaqa qilib Stanfordga topshirishni va qanaqa qilib grant yutish haqida gaplashib o'tamiz. So, what is this program? So, Stanford programmasi bu именно high school studentlar uchun, ya'ni Stanford official website-ni ham ko'rsatilgan, ya'ni ularda amerikanskiy sistemasi bo'yicha 8-sinfdan 11-sinfgacha, ya'ni bizni sistemada O'zbekiston sistemasi bo'yicha 7-sinfdan 10-sinfgacha bo'lib o'tadi. Bu programma onlayn formatda bo'ladi, ya'ni siz uydan turib Zoomdan shu Stanford professorlar bilan birga har xil lecturelar bo'ladi, ya'ni bitta kursda, ya'ni 16 ta student bo'ladi faqatgina. Va programmada 75 dan ortiq kurslar bor, ya'ni bu business bo'ladimi, psychology bo'ladimi yoki social science bo'ladimi, shulardan o'zingizga yoqayotgan, ya'ni o'zingizlarni bo'lajak majorlarga to'g'ri keladigan направленияni tanlab topshirsanglar bo'ladi. Va bu programma 2 hafta bo'ladi. When and how to apply. So man yaqinda Stanford programmasini deadline'ini ko'rganda mart oyida bor ekan. То есть mart oyida deadline'ni 27 mart o'zingizlar ham tekshirib ko'rsanglar bo'ladi official website-ida. Va topshirayotgan studentlar, ya'ni high school bo'lib, biz O'zbekiston sistemasi bo'yicha, ya'ni 7-sinfdan 10-sinfgacha topshirasizlar. Va sizlar 3 ta choice tanlasanglar bo'ladi, ya'ni 3 ta kursni tanlasanglar bo'ladi. Bittasi priority bo'lishi mumkin va ikkinchisi backup options bo'ladi. So'rovni agar topshirganinglar bilan baribir bittagina kursga qabul qilinasizlar. Va u yerda topshirayotganinglarda o'zini application process bo'ladi. Ya'ni application processda sizlarda 2 ta essay va o'zingizlarni informatsiya, ya'ni oilalar haqida informatsiya berishinglar kerak bo'ladi. Va undan tashqari transcript, ya'ni maktabdan tabillarni загрузить qilishinglar kerak bo'ladi. Va hozir biz essaylar haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, birinchisi, nima uchun именно shu programma, nima uchun именно siz shu kursni tanladingiz degandek вопрос beriladi. Shu vaprosda sizlar faqatgina generic emas, sizlar ko'rsatishinglar kerak with specific examples, like why you choose like this program. For example, by mentioning your school projects, clubs, organization, you can give examples. You should give, show impacts, not just saying like you have like this project. No, you should show the impact of this, what you did there. So, and personal initiatives or startup, you can show even your hobbies. And please don't use AI as they're easily can detect. Chunki AI ishlatish bu juda ham eng katta xatolardan biri bo'ladi. Chunki AIni любой odam o'qigandan bilsa bo'ladi. Chunki bu generic, specific examplelari yo'q. Va men o'zim essay yozganimda men 3 ta 4 ta draft yozganman. Uni yana boshqatdan redaktirovat etib, yana boshqatdan yozib, shunaqa qilib sizlar o'zingizlarni essaylarni qurishingiz mumkin. Va ikkinchi essay bor, o'zingiz haqida gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Va
shungayam xuddi shunaqa интересный istoriyalar bilan aytishga harakat qilinglar. Например, baribir ham universitet, kollej applicationni ko'rgan bo'lsanglar ham boyagi essaylar, personal statementlar, creative shunga o'xshab harakat qilinglar, lekin they will not require like fancy words or something like that. So how to apply to financial aid? O'zlarini shu financial aid programmasiga anaqa websaytdan registratsiya o'tganinglarda ham ko'rsatib qo'yadi. Agar sizlar financial aidga topshirmoqchi bo'lsanglar, mana shu sayt bo'yicha o'zlarini то есть informatsiyalar olinglar. То есть sizlarning siblinglar bo'ladimi yoki ota-onalarni то есть 24-yilda qancha topgan haqida то есть informatsiya berib o'tishinglar kerak, ya'ni dokument. Va qilib topshirsanglar bo'ladi. Ularning ham o'zlarining deadlinelari bo'ladi, ya'ni 27-martgacha sizlar topshirib уже uspet etishinglar kerak bo'ladi. Bu yerda berilgan informatsiyalarni skrinshot qilib va keyinchalik уже Nurbekka ham aytaman, shu kommentariyalarga ham shu то есть prezentatsiyani bo'lishib qo'yamiz. Bu yerda ham o'qib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Required documents. So aytganimdek, shu maktabdan o'tgangi yilgi transcript, ya'ni tabel kerak bo'ladi. Shu tabelni agar o'zbek tilida bo'ladigan bo'lsa, sizlar ingliz tilida o'zinglar перевод qilib va direktorga yoki konsullarga pechatga beradigan bo'lsanglar, shu dokumentni upload qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va bu yilgi, ya'ni agar so'rashinglar mumkin, bu yilgi hali то есть baholar chiqmadi-yu, nima qilsak bo'ladi desanglar, вот yarim yillik baholar bor. Shuni ingliz tiliga перевод qilib, uni ham shu konsullarga bersanglar, o'zlari перевод imzolarini qo'yib beradi. Shu bilan boyagi transkriptlarni qo'ysanglar bo'ladi. O'tgan yilda men topshirganimda bizda option video essay bo'lardi. Bu yilda bu narsa yo'q. Shuning uchun ham faqatgina ikkitagina essay va birinchisi, agar adashmasam, maksimum 400 ta so'z va ikkinchisi, agar adashmasam, maksimum 300 ta so'z. Вот shunaqa qilib, sizlar Stanford programmasiga topshirsanglar bo'ladi. Stanford programmasi o'zi ko'p narsani require qilmaydi. Shu essay, boyagi basic information about you, transcript, shu narsalarga o'xshagan narsalarni topshirib, shu martgacha deadline'ni sizlarga rekomendatsiya etardim, shu 1 oydan oldin topshirishni. Chunki essaylar yozishinglar kerak bo'ladi, boyagi kerakli dokumentlarni yig'ishinglar kerak bo'ladi. Agar qanchalik tezroq harakat qilsanglar, shunchalik sizlarni tushishinglarni ham то есть osonroq bo'ladi. Va fee waiverga keladigan bo'lsak, ya'ni topshirganinglarda ularda $65 require qiladi. Uni besplatniy qilish uchun sizlar shu Stanford programmasini o'zini emaili bor. Shu yerga yozib o'zinglarni hozirgi situation, ya'ni hozirgi paytda men to'lamayman deganday o'zini specific reasonlar bilan yozadigan bo'lsanglar, sizlarga berish mumkin, lekin tezroq harakat qilib qolishinglar kerak, chunki ularda то есть количествоsi bor, ya'ni fee waiverni shuncha odamga beradigan, kim tezroq harakat qilsa, shunchalik ola oladi tezroq, ya'ni shu bilan biz HQC haqida ham gaplashib o'tadigan bo'lsak, ya'ni HQCda qanaqa bo'ladi? HQCda topshirganimizda US applicationdan ancha ajraladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bu например, US applicationni creative bo'lishni, ya'ni essaylar yozganinglarda, boyagi bitta tema topic olganinglarda ham anaqa hooklarni ham creative qilib yozishga harakat qilasizlar, lekin Gangkong applicationida sizlarda более fokusni akademическийga qo'yasizlar. Например, sizlarda Why Hong Kong degan savollarga ham javob berishinglar kerak shu essayni o'zida. Va siz universitetda nima qilmoqchisiz, qanaqa organizatsiyalarda keyinchalik qatnashmoqchisiz, shunaqa qilib ko'rsatib berishinglar kerak. Например, faqatgina o'zinglarning CVlarni listed qilishni o'rniga, ya'ni
o'zinglarni proyektinglarda nima qilganinglarni, faqatgina proyekt emas, может быть, har xil kompetitsionlarda qatnashganinglar mumkin, honorslar haqida gapirib berishinglar mumkin. Chunki baribir Gonkong tipa honorslarga ham juda katta внимание qarashadi, tipa потому что eng самый like important part of the application, I guess, SAT and honors. Chunki shunga qarab sizlarga financial aid berish mumkin, keyinchalik va man o'zimni essemda, ya'ni Stanford programmasida ham man более akademическийga fokus qilganim uchun ham, мне кажется, shuning uchun ham accepted bo'lganman bu programmaga va Gonkongda ham xuddi shunaqa. Gonkongda shu boyagi aytilgandek honors, shu IELTS lar kerak bo'ladi, SEL lar, то есть personal statement, there is no supplemental essays, va majorlarni tanlashinglar kerak, chunki Gonkongda ham juda ham ko'p majorlar ko'p. Va undan tashqari уже topshirib bo'lganinglardan keyin intervyular bo'ladi, ya'ni может быть 2 haftadan keyin, 1 haftadan keyin уже sizga intervyu, tipa universitetning o'zi intervyu jo'natishadi. Shu kuni, shu paytda bo'ladi deb. Va ularda intervyuni 2 ta turi bo'ladi. Ya'ni bu boyagi Kira Talent. Kira Talentda sizda, ya'ni EA tomonidan o'tkaziladigan intervyu, ya'ni sizda то есть skriningizda ko'rsatiladi, то есть vопроslar beriladi. Keyin siz o'zingiz rekord qilayotgan vaqtda siz javob berishingiz kerak. Va ikkinchi tur, то есть intervyuni bu group interview. In group interview bu ya'ni ikkita admission officer, professors and international students bo'ladi. Ya'ni sizlarga har xil question berish mumkin. Ularda har xil bo'lishi mumkin, chunki baribir ham Zoomda bo'lgani uchun, live bo'lgani uchun siz bilmaysiz qanaqa questionlar kelishini, you cannot predict. So, bizda o'zi intervyu bo'lganda bizda group discussion bo'lgan. Savol berilgan o'rtaga, biz boyagi international studentlar bilan shu bitta temani discuss qilganmiz, o'zimizni как debate'ga o'xshab, o'zimizni o'ylarimizni bo'lishganmiz. Shunga qarab, admission officerlar ko'rishadi, qanaqa qilib u tipa real hayotda qanaqa qilib lecturelarda engage qila oladi. Shunga qarab o'zlari ko'rishadi, professorlar ham. I guess that's all. You can give questions. Top priority bo'yicha qabul Oh, sorry, I cannot hear you, by the way. va sir bo'lmas. Oh, what about right now? Can you hear me? Yes. Okay, so I will be speaking in Uzbek. Okay, no problem. Stanford dasturida sizga tanlov beriladi. Hozir ovoz boryaptimi? Yo'q, motordan kelmayapti. O'sha qotib qolyapti-da, gapirganinglarda. Yarim-yarim uzilib. Hozir 1 minut.
I'm sorry, so that I'm having some problems with No connection. problem. Can you hear me? Yes. So the question had to prior course rate about. Nurbek, I cannot hear you well. Like, or can you send me like the question really? Like, or I have a problem with internet, or you? I don't know. Xo'p, ovozim boryapti? Da. Muattar davom ettira olmas ekanlar. Keling, o'zim endi o'zimizda bor savollar beraman va undan keyin oxirida men foydalanuvchilardan keladigan savollarga javob beramiz. Xo'p, keling endi birinchi savolga o'tamiz. Stanford programmasida o'zi nima sizga qiziqish uyg'otgan? Qaydan eshitib qo'ygansiz o'zi? Bironta sabab bo'lganmi ustozingizmi? Stanfordni topshirishdan oldin, men o'zi undan oldin ham ko'pgina programmalarga topshirib, shu O'zbekistondan bitta kirgan studentni ko'rib qolganman. Agar adashmasam, u bola ham vroде biznes strategy kursiga qabul qilingandi. Keyin so'raganman qanaqa qilib topshirgan. Shundan keyin bilib, topshirishni уже boshlaganman. Chunki o'zinglar ham bilgandek, Stanford the most like prestigious programs and it's really helped to your like portfolio also. Shuning uchun ham men shu programmaga topshirishni decide qilgandim. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol dastur davomida siz uchun eng bir qiziq bo'lgan dars yoki tajriba nima bo'ldi? Misol, aynan qaysi aspekti yoqdi sizga programmani? Boshqa programmalar aspektlardan. U programma, ya'ni bitta kursda, ya'ni agar siz business strategy tanlaydigan bo'lsangiz,
bitta kursda 16 ta student bo'ladi, ya'ni. Sizlar ular bilan to есть discussion qilsanglar bo'ladi va ular har xil diversity, ya'ni interest bo'ladi. Ya'ni o'zinglarning opinionlarni share qilishinglar mumkin va u yerda ya'ni Stanford professorlar bilan sessionlar, darslar bo'lib o'tadi. Xuddi shu Stanford universitetidagi lekturlarga o'xshab. Nurbek, boshqa savollar bormi? Agar bo'lsa, Tushunarli. so'raysiz. Keyingi savol bizning dastur davomida misol mana bu o'quvchilar orasida bo'layotgan loyihalar yoki faoliyatlar davomida qaysi narsa sizni juda ham ko'p qiziqtirdi? Misol uchun mana bu o'zingiz bilan boshqa bo'lgan participantlar orasida ko'proq nima qiziqtirdi sizni? Ularda masalan portfoliolardami yoki boshqa jihatlardami? Bizda o'zi sessionlar bo'lganda, ya'ni professor lecturelar o'tadi, biz uni eshitamiz va group discussions bo'ladi. Group discussionsda, ya'ni o'tilgan tema haqida o'zimizni мнениyalarimiz bo'lishgandek va shu haqida, ya'ni temani yaxshiroq tushunish uchun shu narsalar bo'lib o'tardi. Ya'ni biz ya'ni discussion bo'lganda biz studentlardan bemalol sani qanaqa portfolion bo'lgan deb so'ramasdik. Lekin shu LinkedIndan boyagi siz bilan o'qiyotgan studentlarni bemalol topsanglar bo'lardi. Chunki bizda Zoomda bo'lgani uchun bizda studentlarni nomerini topamasdik. Shuning uchun ham lekin ko'p studentlar O'zbekistonda emas, ya'ni boshqa chet eldan, ya'ni Koreyadan bo'lishi mumkin yoki Yaponiyadan shunaqa har xil diversitydan kelgan odamlar juda ham ko'p. Tushunarli, juda ham zo'r. Hop. Yana bir savolimiz Xo'p, yana bitta savol. Men uzr, men internetim juda ham problema bo'lyapti. Hozir tog'da edim. Xo'p, mana Stanfordda qatnashdingiz programmasida, уже universitetga kirdingiz, ancha portfolio bo'ldi. Endi hozir mana jamiyatda, misol maktabingizda qanaqa dastur orqasidan odamlarga, o'quvchilarga yordam beryapsiz? Misol mana hozir podkast qilyapmiz. Buni o'zi ham ancha minglab, yuzlab yoshlarga yordam beryapti. Yoki yana qanaqa o'zi planlar bo'lyapti? Masalan, men shogirdlar tayyorlayapsizmi dasturga topshirishga? Yordam beryapsizmi? Hozirgi payt men o'zim ham US universitetlariga topshirayotganim uchun o'zimni vaqtim bo'lmayapti, chunki Gonkongdan tashqari yana boshqa universitetlarga ham topshirib ko'rmoqchiman. Chunki USda ham yaxshi universitetlar bor, bilaman, lekin HQC dunyo bo'yicha 44-o'rinda turgan bilan baribir
попробовать etib ko'rish kerak. Shu universitetlarga topshirib, baribir ham like strong portfolio bo'lgani uchun ham ko'p universitetlarga bemalol topshirsangiz bo'ladi. Например, o'zinglarni proyektinglarni qilib keyinchalik, ya'ni shu national qilib yoki international yoki olimpiadalarga qatnashishlar mumkin. Международный именно shu Gonkong uchun международный olimpiadalarga qatnashib full grant yutib olishinglar juda ham oson. Va undan tashqari IELTS, SAT juda ham eng важный. Agar sizlar 8-chi, 9-chi, 10-chi sinf bo'ladigan bo'lsanglar, shu IELTSdan, SATdan maksimalniy ball olishga harakat qilinglar. Va essaylarga keladigan bo'lsak, ko'plar so'rashi mumkin, qanaqa qilib strong essay yozsak bo'ladi agar yozishni bilmasak-chi deb. Essay yozganda bu sразу zo'r qilib yoza olmaysizlar. Boshida sizlar har xil kitob o'qishinglar kerak bo'ladi. Akademический, literaturniy, har xil. Например, boyagi college essaylarni o'qib, o'zinglarni biliminglarni oshirsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib zo'r essaylar yozishni. Chunki boyagi application processda eng important rolni o'ynaydigan bu narsa bu essay. Essayda qanaqa qilib yozishingiz, ya'ni o'zingizni qanaqa qilib ko'rsatishingiz, ya'ni essayni o'qiganda admission officer sizni shuni ko'rish kerak-da, sizni identityingizni, sizni hobbilaringizni va undan tashqari, например, essaylar yozganinglarda ham o'zinglar haqida ko'proq gapirishga harakat qilinglar. Bittagina narsa uchun emas, ya'ni men o'zimni application processda o'zim haqimda yozganimda, ya'ni identity. O'zim aytganimdek, ya'ni Qozog'istonda ham o'qib kelganman, O'zbekistonda ham o'qiganman. Shularni hammasini birga qo'shib какой-то creative essay qilganman. Va например, Gonkong nima uchun Gonkong tanlading deganda ham, например, men 5 ta til bilganim uchun, shu Gonkongga borganimda yana boshqa tillarni ham o'rganmoqchiman, chunki menda o'sha interes bor yangi tillarni o'rganishga. Va undan tashqari hozirgi payt men boshqalarga shunaqa o'xshagan programmalarga hozirchalik yordam bermayapman. Lekin keyinchalik agar kimdir so'rab, mana shu programmaga topshiryapman, yordam bering desa, bemalol essaylarni tekshirib, feedback berishga tayyorman. Chunki o'zim aytganimdek, boyagi application process bilan, ya'ni 15-yanvargacha shu US kolleджlarga topshirmoqman. Shuning uchun ham sal bo'shamasdan yuribman, chunki undan tashqari intervyular ham bo'ladi, har xil universitetlardan kelayotgan, ularga ham tayyorlanish kerak. Chunki intervyu ham bu boyagi applicationni parti bo'ladi. Va sizlar nima uchun hozirgi payt programmalarga topshiringlar deyotganim, bu international keyinchalik уже yozish skilllaringlar zo'rroq bo'ladi, enhance bo'ladi. Ya'ni hozirgi payt boyagi simple essay yozganinglardan keyinchalik yana qayta shu narsani yozib, o'rganib bo'ladigan bo'lsanglar, уже college applicationda уже osonroq ham bo'ladi. Boyagi IELTS topshirganinglarda ham, writingda ham qiynalmaysizlar вообще. Chunki sizlar уже fancy wordlarni ishlatishga уже o'rganasizlar, adapt bo'lasizlar. Shuning uchun ham shu boyagi international programlarga qatnashib, o'zinglarni ingliz tili darajalarini yana Xo'p, tushunarli. Keling, endi men Nurbek, savolingiz bormi deyli? Internet yaxshi ishlamayaptimi? Agar sizlarda
Hozir savol degan endi o'zbekcha ham inglizcha ham javob berib ketaverasiz. Xo'p. AP'larni honor qilib kiritsa bo'ladimi u yerga? Menimcha yo'q, chunki AP'lar boyagi kurs olganinglarni tipo akademический narsaga, ya'ni statslarga qo'shasizlar. Stats degan boyagi SAT, IELTS bularni hammasi statsga kiradi. Shu narsalarga qo'shsanglar bo'ladi. Lekin Stanford programmasida faqatgina SAT требовать etadi. Agar IELTS ila bo'ladigan bo'lsa, lekin ular unaqa narsalarni требовать etmaydi. Lekin college applicationda AP'larni qo'shsanglar bo'ladi. Programma davomida berilgan homework yoki topshirmalarda qiynalmaganmisiz deydi. Programma davomida yo'q, chunki unchalik ko'p homeworklar berilmaydi. Ya'ni aytilgandek boyagi kurs berildimi, например, business strategy. Shu business strategy bo'yicha har xil konseptlar berilishi mumkin yoki kitob o'qishinglar mumkin, chunki biznes haqida yaxshiroq biliminglarni oshirmoqchi bo'lsanglar. IELTS, SAT ballingiz nechi? Menda SAT yo'q, shuning uchun ham ko'p yerlarga test optional qilib topshirganman va programmada topshirganimda ham IELTS bo'lmagan and without SAT man apply qilganman. IELTS ballimga keladigan bo'lsam, C1. So, what is your major? Major deganda man, например, Gonkongga shu business and managementga topshirganman. USga topshirganda sociology. Nima uchun? Chunki ko'p US kollejlar bilganinglardan keyin liberal arts. Bu degani bemalol o'sha kirib olganinglardan keyin o'zinglarni majorlarni almashtirsanglar bo'ladi va sociology, psychology topshirayotgan odamlar juda ham soni kam. Shuning uchun ham osonroq bo'lishi uchun men shu sociologyga va psychologyga topshiryapman. A вот Gonkongga biznes, chunki Gonkongda o'sha majorlarni almashtira olmaysizlar. Motivation letters haqida so'rabdi. I guess Stanford programmasi motivation letterslar so'ramaydi. Like only essays, like supplemental essays. What I don't know, like if they require recommendation letters. Rekomendatsiyalar pishmolar so'raydimi yo'q? Chunki men o'tgan yili men topshirganimda so'rashmagan. Faqatgina boyagi essay va transkript qanchaliklarini, to есть maktabdagi baholiklar, to есть GPA'lar qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, shuncha kirishlarning возможностьlari katta. Does the Stanford program provide a full tuition or scholarship or need-based? So, I guess it's depend on the I don't know, like if they're like give need-based, because when I like applied to the Stanford program, they give me like full scholarship, but like before like applying, like I pay for this program $65, as they didn't give me fee waiver for this program. But you can check also in their official website. 11 sinfda o'qib turib topshirsa bo'ladimi yoki 11 sinfda topshirish kerakmi? Apply for a university. 11 sinfda o'sha universitetlarga topshirayotgan bo'lsanglar, bemalol topshirsanglar bo'ladi. Hozirdan o'sha harakat qilishinglar mumkin, chunki hozirgi paytda Gonkongga topshirishlarning возможности kattaroq. Chunki ular deadline'lari 15-yanvar shunga o'xshagan emas. Martda ham deadline'lari bor. Shularning hammasini, например, Gonkongda CTU, HQST, yana shunga o'xshagan ko'p universitetlar bor. Va ularning kampusi Chinada ham bor, Guangzhouda agar adashmasam. Are honors and extracurriculars important for Stanford? Extracurriculars activity deganda например, boyagi maktabda clubs, classlarmi, organization, shunaqaga o'xshagan narsalar immune bo'ladimi, yoki sports, shunga o'xshagan narsalarni include qilsanglar bo'ladi.
lekin shu narsalar boyagi qilgan ishinglar juda ham like important. Va essayni ChatGPTga tarjima qildirsak bo'ladimi? No. No. Because, when you're applying for this kind of prestigious programs, you should not use AI. Okay, you can use like AI for like brainstorm idea. Например, brainstorm qilsanglar, например, ideya yo'q bo'ladigan bo'lsa, ChatGPT yozishinglar mumkin. Lekin sizlarda уже ideya bo'lishi kerak-da. Например, bu ideyani qanaqa qilib creative qilsam bo'ladi, qanaqa qilib example bersam bo'ladi desanglar bo'ladi, lekin hech qachon ChatGPTni so'rashinglar kerak emas. Например, essayni yozib ber deganda, yo'q, sizlar o'zinglar yozishinglar kerak. Agar qiynalib bo'lsanglar, например, essay yozishdan, sizlar translator ishlatsanglar bo'ladi. И всё. Lekin bu narsalarni ham ustozinglarga ko'rsatib, naturalmi, chiroylimi, yaxshi chiqdimi deb so'rashinglar kerak. Bu universitet qayerda? Hozirgi gaplashayotgan universitet boyagi HQC bu Gonkongda, ya'ni bu Chinani ichiga kirilmaydi. Shu Chinani chetida, lekin u yerda ham ingliz tilida gaplashadi va ularda o'zlarini local language bo'ladi. Mandarin or Cantonese, I guess. Program necha bosqichdan iborat bo'ladi? Yo'q, intervyu bo'lmaydi u yerda. Faqatgina application process, essay, shu unga o'xshash narsalarni include qilishinglar kerak bo'ladi. Sohangiz nima? U savolga уже javob berildi. Agar eshitgan bo'lsanglar, full grant beradimi? Full grant qayerga beriladi? Ya'ni full grant universitetga ham beriladi, ham programmaga ham beriladi. Programmaga aytayotganimdek, topshirishinglardan oldin обязательно boyagi veb-saytida ham ko'rsatib qo'yiladi. Ya'ni siz full financial aid topshirayotganinglardan keyin boyagi family informationni qo'shishlar kerak bo'ladi. Ya'ni oilada nechtasizlar, opa-singillar bormi, agar bor bo'lsa, necha yoshda, qayerda o'qiydi, shunga o'xshagan vопроslar va ota-onalarni, ya'ni bir yilda qancha topishi, bu ishidan olsa bo'ladi. Shunaqa qilib upload qilsanglar bo'ladi. Are there other similar programs? Okay. Stanforddan tashqari yana ko'pgina programmalar bor, agar bilsanglar. YYJS agar adashmasam, hali deadline o'tib ketmadi. Lumiere, еще agar research paperni yozmoqchi bo'lsanglar, Pioneer. Shunga o'xshagan programmalar juda ham ko'p. Notre Dame bor. Bundan tashqari yana bitta Yale'ni, yana bitta agar adashmasam programmasi bor. Men unga topshirmaganim, lekin bu 9-sinfdan 11-sinfgachamidi, shunaqa. Lekin shu offline bo'ladi, shu Yale universitetiga borib o'qib kelsanglar bo'ladi. Biznes yo'nalishini bitirib qanday ishlarda ishlasa bo'ladi? Buni bilmayman, hali ishlab ko'rmadim, lekin biznes yo'nalishida ishlab, boyagi boshda shu universitetda o'qiyotganinglarda har xil internshiplar qilsangiz bo'ladi, organizatsiyalarda. Shu o'zingizlarning majorlarga appropriate, например, organizatsiya deganda bu I don't know. Потому что men bilishim bo'yicha Gonkongda, Xitoyda juda ham ko'p shu internship opportunitylar juda ham ko'p. Lekin uni izlash kerak. Shvetsiyaga ham 100% grant tutsa bo'ladimi va nimalar kerak deb. Men Shvetsiyaga to'g'risini topshirmadim. O'zim men Yevropaga topshirmoqchi edim, lekin ko'p universitetlar, agar adashmasam, 12 yil o'qib keyin bitirishinglarni so'rar ekan, lekin men Kanadaga ham topshirdim, UBCga hali javob chiqmadi. British Columbia degan universitetga. U universitetimiz agar adashmasam, уже deadline tugagan agar. Bu programma ishonchli, bepulmi tashlayotgan programmalar. Bu programmadan aytayotganimdek, shu agar deadlinelarga uspetib etib topshirsanglar, обязательно shu financial aiddan
o'qisanglar bo'ladi, chunki aytayotganimdek, bu programma arzon turmaydi. 3200 agar Financial Aid'dan qolib ketsanglar. Shuning uchun ham обязательно Financial Aid'ga topshirib, boyagi kerakli dokumentlarni yig'ib, deadline'dan oldin topshiringlar va Gonkongga essay yozish kerakmi? Любой topshirayotgan universitetlarda essay require qiladi. Ya'ni boyagi bittagina personal statement. Personal statementda boyagi 1000 ta so'z bo'ladi maksimum. Va aytgan narsalarni include qilishi kerak bo'ladi. Why Gonkong, boyagi qilgan ishlaringlar va universitetdan nima qilmoqchisizlar. What activities do you do? So I did, I founded 2 projects, which is EcoWise case competitions and next Tasana charity project. And I also did internship in one organization, which is the Shanghai organization, and second one in the company you enter. And I co-authored 2 research paper, one more about sociology, and also published it with my professor. Atrofingizda qanaqadir loyihaga qatnashasiz? Can you recommend online volunteering? To be honest, I don't know online volunteering, but you can also find I don't know, in the internet or in this Telegram, maybe they will give some kind of information about online volunteering. Essay yozish uchun vaqt chegaralanganmi deydi. Yo'q. Lekin deadline'larga qarashingiz kerak. Например, 27-mart deyotgan bo'lsa, siz уже bir oy oldin уже yozishinglar kerak bo'ladi, agar hali essayni 1-marta yozayotganinglar bo'lishi mumkin yoki agar experience bo'ladigan bo'lsa, tez yoza olasizlar. 5 ta til bilaman degan ekansiz. Qaysiligini ayta olasizmi? Bu o'zbek tili, rus tili, ingliz tili, qozoq tili va qirg'iz tili. Also, essaylarni maximum word buzilishi kerak dedingiz. Sizniki taxminan qancha so'zdan iborat edi? Gonkong uchun 960 ta agar adashmasam. Shuncha bo'lgandi. U yerda lekin yozganim bilan bitta narsani qayta yozilmagan. То есть yangi narsalar qo'shilib, agar CV'ingizda qo'shilmagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, u narsalarni essaylarda yozdim. Chunki admission officerlar bitta narsani qayta o'qisa, ularga ham boring bo'lib ketadi. Shuning uchun. How did you write your personal statement for HKC, considering which part of the application does the admission in HKC offer scholarship? So o'tganda ham aytib o'tgandek, boya, то есть HQCga boyagi berilgan akademik narsalarga fokus qilasiz va why Hong Kong degan vaproslarga javob berasiz. HQCda offer qiladi, lekin bu yerda juda ham kam odamlarga offer qiladi scholarshipni. Faqatgina boyagi international olimpiadalarga qatnashgan odamlarga va SATC yuqori, ya'ni 1500 dan oshiq odamlarga. Saodat, uzr, ovozim eshitilyaptimi? Da, eshitiladi. Barcha bergan ma'lumot, maslahatlaringiz uchun rahmat. Menimcha o'sha tugatsak ham bo'ladi. Kattakon rahmat sizga. Sizga ham kattakon rahmat. Ko'rganinglar uchun juda ham xursandman. O'zingizlarning vaqtinglarni ajratib. Hozir prezentatsiyani ham kanalda tashlab qo'yamiz kommentariyalarga. Kattakon rahmat. Xo'p, rahmat sizga ham. Rahmat Nurbek, shuncha chaqirib.
o'zinglarni vaqtinglarni ajratganinglar uchun. Rahmat.